Assalomu alaykum. Imzo Akfa kanalidan Abdulatif. Bizning navbatdagi obyektimiz Jidakapada. Xonadonimizning tashqari tomon, ko'cha qismi. Bu obyektimizga 1 yildan o'tib berganimizga inshaalloh ishlarimizni sifati, materiallarimiz ma'qul kelgan ekan, ishlarimiz qayta zakaz qilgani, qurilish qilishgan ekan chaqirishdi. Xonadonimizni kirganimizda o'ng tomoniga shunaqangi eshik romlar qo'yib berganmiz. Old tarafi shunaqangi navis bo'lgan. Xonadonimizga ishlatgan materiallarimiz va fasollari haqida, narxlari haqida ma'lumot berib o'tkaman. Videoga like va podpisatsiya bo'lishni unutmang. Kommentariyada o'z fikringizni bildirib keting. Xo'p, obyektimizga ishlatgan materiallarimiz, romlarimiz plastik profil, eshiklarimiz termoprofildan bo'lgan, 6000 seriya, 6000 triodan bo'lgan. Ranglar Sheffieldsky seriya dub oynalari, energiya tejovchi oyna. Xo'p, obyektimizning razmerlari, romlari haqida. Razmerimiz eniga 1.45, balandligi 2 metr bo'lgan. TVSda primichkasi bor. Ikkita ochilish qilganmiz. O'rtasini gulxo'y qilib, 3 ga bo'lib, mana holatda chiqqan. O'ng tarafgacha divan открывание ochilish, chap tomoni doimiy обычный holatda ochilish bo'lgan. 6000 profilimizning tashqari tomon ko'rinishi, mana rangi Sheffieldsky seriya dub. Xo'p, eshik romlarimizni o'rnatgandan so'ng 3-4 oy davomida chetini, atkosini oldirib qo'yish kerak. Sababi mana fenalarimiz qurib, o'z xususiyatini yo'qotishi mumkin. Keyin plastik profilimizda o'zini maxsus vodiseliflar albatta bo'lishi kerak. Sababi plastik profil ichida havo aylanmasa, deformatsiya bo'lib, egilish hisobiga olib keladi. Vaqt o'tgandan keyin oynalari mana qangi energiya tejovchi oyna qilib berganmiz. Поставочный profillar bilan podokonniylarimiz. Xo'p, eshiklarimiz termoprofildan tushgan. Eshiklarimiz ham razmerlarimiz 1.20 ga 2.60. TVSga o'sha bundan primichka berib, ichida 0.8 lik yaltiroq shatlankasi bor. 1.5 tabaqali, bitta o'ng, bitta chap ochilish qilib berganmiz. Joydan kelib chiqib, eshiklarimizni barcha romlarimiz bir xil holatda tushgan. Shunaqangi 1.45 ga 2 metr balandlikda chekkasi ochilish qilganmiz. Mana o'ng chap ochilishlarni razmerlarimiz shu holatda bo'lgan. Romlarimiz ham plastik profillarimiz o'zini поставочный profillar bilan birgalikda qilib berganmiz. Mana plastik profilimiz tashqari tomon ko'rinishi. Eshiklarimiz termoprofildan bo'lgan. 0.8 shatlankalar bilan birgalikda. Rangi Sheffieldsky seriya dub. Eshigimiz juda ham mustahkam chiqqan. Sababi TVSga primichka berganimizda qonati juda ham yengil ochilib yopiladi. Termoprofilimizni tashqari tomon ko'rinishi 65. Mana ochilib yopilishi juda ham ko'p yillar xizmat qiladi inshaalloh. Mana eshiklarimiz ochilib yopilishi. Hop, termoprofilimizning ichki ko'rinishi o'sha 3 kamera bo'ladi. Poliamid qoplamasi, sifatli ruchka mexanizmlar, mana ochilib yopilishi. Doimiy o'sha italyanskiy oshxo'mochoqlar, plankalar bilan, penalar bilan qotiramiz. Usulli holatda ichkari tomondan ko'rinishi mana yorug'likni juda ham zo'r o'tkazadi. Energiya oynamiz xonamizni salqin saqlaydi. Xo'p, gaka qismimiz razmerlar kattaroq bo'lgan, 1.70 o'rtasi, balandligi o'sha bir xil 2 metr. Ikkita chekkasidagi oynamiz 90 dan bo'lgan. Balandligi bir xil, ochilish qilmaganmiz bunga gulxo'y holatda. O'zini podokonniylar bilan birgalikda qo'yib berganmiz. Mana standart podokonniylar bilan. Ruchkalarimiz germanskiy ruchka. Sifatli ruchka mexanizmni albatta biz qilgan ishimizga barchasiga 5 yil garantiya beramiz. Servis xizmatlari bor. 6000 trio profilimizda. Mana. O'ng tomonimiz ikki taraflama ochilishi bo'ladi. Ham oddiy, ham divan открывание. Kimga yana shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqinglar. Hozirgi kunda romlarimizni 1 kvadrati $120 dan $180 chiqadi. Termo eshiklarimizni kvadrati $180 dan boshlab $270 chiqadi. Vodiy bo'ylab, O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Dostavka va ustanovka inshaalloh ichida besplatniy bo'ladi.